Assalomu alaykum aziz kitobxon. Yakkabog' tumani nafaqat qulay geografik joylashuvi, sun'iy tabiati, purviqor tog'lari, shuningdek madaniy yodgorliklari, muqaddas qadamjoylari bilan ham alohida ajralib turadi. Yakkabog' tumanida bir qancha tarixiy obidalar, yodgorliklar, qadamjolar mavjud bo'lib, bugun biz Ota ziyoratgohiga tashrif buyurib, ushbu ziyoratgoh bilan sizlarni tanishtiramiz. Qani ketdik. Bugungi kunda Tutak ota ziyoratgohi tom ma'noda go'zal va obod maskanga aylangan. Ziyoratgoh qishloq manzarasi bilan o'zaro uyg'unlashib, yaxlit manzara kasb etadi. Tutak ota ziyoratgohi tuman markazidan 38 kilometrni tashkil etadi. Botash mahalla fuqarolar yig'ini tarkibidagi Tutak qishlog'ida joylashgan. Sohib karomat zot Tutak ota kim bo'lganlar? Qishloq keksalarining rivoyatlariga quloq tutsak, ul zotning asl ismlari Boboy Vali bo'lib, Hoji Bahovuddin Naqshbandiyning jiyani bo'lganlar. Taqdir taqozosi bilan Boboy Vali Buxorodan hozirgi Yakkabog' tumanining Tutak qishlog'idan manzil topgan ekan. Bu qishloq nomi esa shayxning sohib Qur'onga ko'rsatgan karomati tut va tok, ya'ni uzum bilan tut voqeasidan so'ng kelib chiqqan deyishadi. Tutak qishlog'ida yashovchi Saloy bobo Siddiqov sohib Qur'on nomi bilan bog'liq bo'lgan quyidagi rivoyatni so'zlab berganlar. Bir zamonlar bu manzilda yashagan shayxning ilmi kamolga yetib, tevarak atrofidagi qishloqlarning aholisi unga murid tushgan edilar. Shayxning dovrug'i kech, kiftob va undan olislarga ham taralgan edi. Ittifoqo bir kuni sohib Qur'onning yo'li shu qishloqqa tushdi. Amir Temur agar shayxning karomati rost bo'lsa, uning izzatini o'rniga qo'yib, vaqf belgilamoqqa qaror qildi. O'shanda qishning ayozli chillasi edi. Sohib Qur'on o'z choparini shayxga yo'llab aytdiki: "Shayx bizni uzum va tut bilan siylasin. Otlarimizni yangi o'rilgan o't bilan boqsin. So'ngra biz ul zotning karomatlariga ishonamiz." Shayx bu so'zlardan avvaldanoq voqif edi. Tezda muridlarini mehmonga peshvoz yo'llab, Amir Temur 40 otliq yigiti bilan kelyapti. Darhol otlarni bog'lash uchun 40 ta qoziq hozirlanglar. Sohib Qur'onni izzat ikrom bilan kutib oldilar. Otlarni 40 ta qoziqqa bog'lab, oldiga quchoq ko'k o't tashlayotganlarini ko'rib, amirning hamrohlari lol qoladilar. Shayx mehmonni hujraga taklif qildi. So'ngra bir muridga aytdi: "Bizga uzum bilan tut keltirgin." Murid chorboqqa chiqib qarasa, hamma yoq qor, ammo bir shoh Husayni uzum, bir shoh tut g'arq pishib tovlanib turibdi. Bularni keltirib mehmonning oldiga qo'ydilar. Sohib Qur'on bildiki, shayxning valiyligi ayon. Unga ixlosi ortib, ko'p izzat hurmat ko'rsatdi. O'zi minib kelgan uchqur otini ham shayxga nazr qildi. Ammo shayx xizmatkorlariga otni so'yishni darhol otning oyoqlarini bog'lab yerga qulatdilar. Qonini oqizish uchun bo'ynini kichik chuqurchaga to'g'rilab tig' tortdilar. Shundoq uchqur tulporning so'yilganini ko'rib, amirning yuragi kuydi. Ichida boshqa jonliq so'yilsa tuzukroq edi, deb o'yladi. Shunda shayx: "Ey Amir Temur, sizning fikringiz bizga ayondir", dedi. Otga yaqinlashib, hassasini uning bo'ynidan yurgizgan edi. Qonlar qayta yig'ildi. Terisi birlashib,
jarohat o'rni butkul yo'qoldi. Yana hassasi bilan 3 marta urib, "Chuh!" degan edi. Ot pishqirdi-da, sakrab o'rnidan turib ketdi. Buni ko'rgan Amir Temur shayxning poyiga kamoli ixlos bilan bosh urdi. Ziyoratgohdagi polvon tosh haqida gapirsak, uncha katta emas. Bir qarashda toshni ko'tarish juda osondek ko'rinadi. Lekin bepisandlik bilan buni ko'tara olaman demang. Bu toshni ko'taraman deb belangi bo'lgan, yerdan uzilmaganlar ko'p. Lekin ixlos bilan poklanib kiruvchi odam bo'lsa, toshni ko'tara olar ekan. Muxtasar qilib aytganda, bugungi kunda tumanimizdagi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, ta'mirlash, ular joylashgan hududda zamonaviy infratuzilma yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa tarixiy obidalarni asrab-avaylash, kelajak avlodga asl holda yetkazish hamda tumanimizning turistik salohiyatini oshirish imkonini beradi.